aka точно 2 kunda pravo berasiz. Voy, javob gapimga bor, 2 kunda olasan. Mana hammasi. Qarang lekin 2 kun, ha? Bo'ldi, men yetdim-ku, bitta gapiraman. Va nihoyat pravali. Assalomu alaykum. Hozir qo'raman. Dedim 2 kundan keyin to'yim aka. Pravani 2 kunda hal qilamiz deyodiz-ku. Olib bering endi, niyat qilib qo'ygandim-da. Zaksga mashina yetmaymiz-da. O'zim kelin bilan mazoq katatsiya qilamiz deb. Shunga pravam iltimos endi-aka. 2 kunda dedim-ku, men senga javob deganmanmi? Mana to'yingmi? To'yingga shundoq to'yana qilib olib boraman. Aniq aka. Ha? Aniq o. Javob. Kelinni o'tirg'izib o'zim. Ha, shundoq ketasan. Dalsh ketasan, tushunding? Shirin tog' qizim, o'zimda. Assalomu alaykum. Ana bola-yu. Tanidingizmi? Qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshimi? 2 kun oldin farzandli bo'ldim. Voy, tabriklayman ukam, umri bilan bergan bo'lsin. Ertadan keyin radomdan olib chiqamiz. Shu niyat qilib qo'ydim-da, o'zimning shaxsiy mashinamda chaqaloqni, keliningizni o'tirg'izib, uyga shirin toy qizim bits qilib olib borsam-da. Sen mashinalarni yuvib turgin, o'zingni pravangda o'zingni mashinangda olib chiqasan. Sen gelik, melik, mers qilib gaplashib o'tirmagin. Aniq-a? Aniq ukam. Qo'shib turing, zadniga urib olay. Ishondim lekin. Amaki, yaxshimisiz? Qattiqdir ko'rishganmiz, tanish ko'rinmoqsan. Sanjar akam o'g'liman. Prava bor-ku. Ading yaxshi yuribdimi? Cho'ta kelmay qo'ydi yonimga. Adamga prava kerak emas ekan. Nimaga kerak emas prava? Mayli. O shoshmajiyan, kartingda 400 ming chiqmaydimi mabodo? Ha, chiqarib tashlab yuboraymi? 2 kunda qaytaraman, javob. No. Look at the top of his head. Look at his lips. Kecha prava olgan bo'lsam ham zo'r haydadim, adasi. Voy, Kechagidan yaxshi xotin. O'g'ling qani? Shetaman dada. Mana pravani ham olding. Tabriklaymiz. Tabrik. Podrinkalla jim o'tir. Tasavvur qil, yo'lda ketyapmiz. Biz chapga qayrilishimiz kerak. Orqadagilarga qana qilib ogohlantiramiz chapga qayrilishimizni. qochib turinglar, chapga burilyapman. Deyman. Ey, qaqa. Sizlar bemalol boraveringlar, avtobusda yetib olaman. Ketdik adasi.